Tanishinglar, uyimdagi Moshxo'rda ismli mushukni uzoq qarindoshi, uning ismi Benom. Chunki bu mushuk bu yerda Luiziana shtatida joylashgan eng noodatiy muzey Amitida bemalol yuribdi va xodimlardan so'radim. Buni ismi nima desam, har bir xodim bunga har xil ism berib chiqdi. Shuning uchun Benom ekan dedim. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Luiziana shtatidagi eng noodatiy Amiti muzeyiga xush kelibsizlar. Qachonlardir bu yerda benzin quyish shoxobchasi bo'lgan, keyin esa ijodkorlar yig'ilgan va Luiziana shtatidagi barcha chiqindixonalarni shundoqina aylanib chiqib, u yerlardan keraksiz barcha narsalarni yig'ib, 50 mingdan ortiq bo'lgan san'at asarlarini yaratishgan va shu yerga olib kelishgan. Masalan, bu yerda mana shunday turdagi alligatorlarni ko'rishingiz mumkin. Bu bir ko'zli alligator. Bunisi esa olmaxon alligator. Bu esa tovuq alligator. Bunisi bilmadim. Bu ham bir Benom bo'lsa kerak. Nomini topolmadim. Hurmatli do'stlar, mana shu muzeydagi ekskursiyani birgalikda hozirdan o'zida boshlaymiz. Umid qilaman, o'zga sayyoraliklar hech qachon shu yerga, Luizianaga kelishmaydi va bu muzeyni ko'rishmaydi. Chunki ular infarkt bo'lishi aniq. 7 uxlab tushiga ham kirmagan bo'lsa kerak bunaqa obyektni ko'rish. Ya'ni bu o'zga sayyoraliklarni uchar kemasi faqatgina chiqindilardan yasalgan. Juda ham kreativ tarzda bajarilibdi. Albatta bizga bu narsa juda ham yoqdi. Lekin o'zga sayyoraliklarga yoqmasligi aniq. Bu kreativ haqorat qilish eksponati. Knopkani bosgan paytingizda har xil sizni haqorat qiladigan ovozlarni bu chiqarar ekan. Qani bosib ko'raylikchi. Kimdir kekiradimi? Bunchalik emas. Qani boshqasini bosib ko'raylikchi. Beparasat. Endi biz ham javoban bularni haqorat qo'yishimiz kerak. Hozir mana shu qiyinligi mana senlarga. Ushbu muzeyning asoschisi rassom John Preble mana shunday eski-tuski narsalarni yiqqan, hamma chiqindixonalardan va ko'rib turganinglardek oddiy o'sha parabalik antennani bir qismini olgan va mana shu kimdir shu furgon tashib yuborgan, unga shunday qilib yopishtirib qo'ygan va bunga nom bergan. Tasavvur qiling, o'zga sayyoraliklarning uchar transporti bizning odamlarning, ya'ni uyiga agarda urilsa qay tarzda ko'rinish bo'lar edi. Endi bu yerdagi ba'zi bir odamlar o'shanda aytishgan, bu g'alati emasmi? O'sha paytda ijodkor shuni o'ylaganda, to'g'ri, bu juda ham g'alati. Shuning uchun dunyoning eng g'alati muzeyiga xush kelibsizlar deb aytgan. Bu yerda albatta ko'plab obyektlar nihoyatda g'alati ko'rinishi mumkin, lekin juda ham kreativ. 40 oyoqli alligator. Umid qilaman, tirigini ko'rmayman. Mana bu yerda odam alligator. Bu yerda esa velosiped minib yurgan alligator aka. Agarda uyingizda mana shu alligator kuchu qo'rqsa, siz uyingizga hech qachon o'g'ri tushmaydi. Aytgancha, bu muzeydagi hattoki chiqindilarni tashiydigan joylar ham juda kreativ tarzda qilingan. Mana shunda robot shaklida yasalgan. Mana ko'rib turganinglardek 50 mingdan ortiq bo'lgan chiqindilardan har xil narsalarni bu yerga olib kelib, mana shunday tarzda har biridan nihoyatda noyob va chiroyli hamda qiziqarli, g'ayriodatiy, ekstraordinar eksponatlarni bu yerga olib kelishgan. Sizlarga bu eksponatlar yoqdimi yoki yo'qmi? Javoblarni ushbu videoning tagida izoh tarzida kutib qolaman va bu degani Mr. Otabek TV kanalida va Luiziananing eng noodatiy muzeylarida ko'rishganda ko'rishguncha.